Ertalab uyqudan turishimiz bilan birinchi qiladigan ishimiz hojatga borib yarim litr suyuqlikni chiqarib tashlash. Xo'sh, bu suyuqlik qayerdan keldi? Axir biz kechasi bilan hech qanaqa suv ichmadik-ku. Bu buyraklar kechasi bilan ishlab, organizmdan ortiqcha tuzlar, toksinlarni chiqarish uchun qilgan mehnatining natijasi. Chiqib ketadigan yarim litr suyuqlikni buyraklar qonni filtrlash davomida plazmadan oladi va endi qon yarim litrga quyuqlashadi. Qon plazma va qon tanachalaridan iborat. Agar plazma kamaysa, qon quyuqlashadi. Qon tanachalari bir-biriga yopishib qoladi. Tromb hosil qiladi. Bu tromb, Xudo ko'rsatmasin, biror bir kapillarga tiqilib qolsa bormi? Bu hayot uchun naqadar xavfli ekanligiga shubha qilmasangiz kerak. Shuning uchun kravatingiz oldida yarim litr iliqdan issiq 40-50 gradusli issiqlikdagi suv termosda doim turishini maslahat beraman. Oyog'ingiz polga tegishi bilan labingiz suvga tegishi kerak. Yo'qotilgan suyuqlikni tezda tiklash zarur. Iliq suv darhol qonga singadi. Suv bu hayot. Bu haqda juda ko'p marotaba eshitgansiz. Yashamoqchimisiz? Suv iching. Uzoq yashamoqchimisiz? Suv iching. Sog'lom yashamoqchimisiz? Yana suv iching. Kun davomida avval 1,5-2 litr atrofidagi suvni iching. Toza tirik suvni iching. Agar joy qolsa, boshqa suyuqliklarni ham icharsiz.